Assalomu alaykum hurmatli podpischalarim. Qaranglar, sizlardan bitta narsa so'ramoqchiman. Bitta O'zbekistonda shunaqami yoki butun dunyodami ko'tarilayotgan odamni orqasidan bolta urish? Hozir ko'pchilik komment bu narsalar o'zi negativ boshlanyapti. Qaranglar. Bu bola chegarga chiqib pasportim yo'qolib qoldi, bahona qilib o'qilib ko'tarilib olib, orqaga qaytadi degan gaplar bo'lyapti. Va'da berdim, oxirigacha bajaraman. Mana pasportim. Bu narsa yo'qolgan taqdirda ham bordir, o'limdan boshqa hamma narsaning iloji bor-ku. Nimaga unaqa deysiz? Xudo xolasa yuzlarini yerga qaratmasdan oxirigacha boraman. Lekin o'sha negativ bo'ladiganlar keyin uyalib qolishi mumkin. To'g'risi. Men va'da berdim, shuni kabani ushlashga. Bir ikkitasi ko'pchilik aytadi. Aktiv uchun, u uchun, bu uchun. Telefon bo'lmaganda sizlar bo'lmaganlaringni bu ko'nglimga solib qo'yarmidi Xudo meni uyiga chaqirishga. Kuch berib turinglar, bo'ldi oxirigacha. O'zimiz qaranglar cho'lda bunaqa shuncha kun yurib, shuncha qiynalib bunaqa narsalar eshitib. Lekin meni pardacha qilgan duo qilganlarga butun umr duo qilaman. Kabani atrofiga borib kerak bo'lsa 100 kurik aylanib bo'lsam sizlarga duo qilaman. Просто pardacha qilib turinglar. Sizlar shart yozizlaring. Qachongacha diling mening shartini bajarasan, Xudoning shartini qachon bajarasan deganlaringdan keyin men olib yo'lga chiqdim. Endi bu gaplardan keyin